Bugun sizlar bilan rebozo massaji haqida gaplashamiz. Rebozo massajini men sizlarga nafaqat bugun nimaligini gapirib beraman, balki sizlarga realniy men bitta ko'rsatib, qanaqa qilinishigacha ko'rsatib beraman va siz bemalol uy sharoitida o'zingiz ham yaqinlaringizga buni qo'llab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qani ketdik. Rebozo bu Meksikani maxsus yopinchiqlari hisoblanadi, ya'ni bu sharflari va bular madaniy meros, ya'ni buvidan onaga, onadan qizga o'tadigan mana shunaqa maxsus ro'mollar hisoblanadi va bular bilan biz bugun bemalol stressni yechamiz. Rebozo massajiga yana bizga kerak bo'ladi maxsus ko'zni bo'ylash uchun mana bunaqa moslama va bu bilan biz bemorimizning miyasini butunlay o'chirib boshqatdan yoqamiz desam to'g'ri bo'ladi. Ya'ni qanaqa qilib? Bilamizki, stress paytida hamma organlar tonusga tushadi va bu uzoq vaqt davom etadi. Bu ichki organlarni yaxshi ishlay olmasligiga olib keladi. Bugun biz Dilafruz bilan sizlarga rebozo massajini ko'rsatib beramiz va yaqinlaringizga qilib buni bemalol foydasini ko'rsangiz, kommentariyada yozib ketsangiz bo'ladi. Demak, birinchi modelimizni yotqizishdan oldin rebozoyimizni tayyorlab olamiz. Oyog'iga ham qo'yamiz. Butun tanani 5 ta qismga bo'lib olamiz, ya'ni bosh, yelka, taz va oyoq qismlariga. Bugun men sizlarga bosh va oyoq qismida qilinadigan rebozo massajini ko'rsatib beraman. O'zi aslida rebozo massajida bosh, yelka, ya'ni tana, taz va oyoqlarga rebozolarni qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Pasientimizga tayinlaymiz, ziraklarni yechib qo'yish kerak bo'ladi. Chunki bu proses paytida ilinib qolib, og'riq keltirib chiqarish mumkin bo'ladi. Ziraklarni yechib tashlaymiz va maxsus ko'z uchun moslamani taqamiz. Bu bemorni butunlay miyasini o'chirishimizga va tinchlantirishimizga yana bitta yordam beradi. Undan tashqari, hozir syomka uchun xonamiz yorug', rebozo massaji aslida qorong'u xonada qilinadi. Demak, rebozoni biz to'liq to'g'rilab olmasdan oldin ish boshlamaymiz. Ahamiyat beringlar. Bu rebozoyimiz yelka tarafiga o'tib ketgan. Yig'ib olamiz. Va xuddi konfetni o'ragandek o'rab yig'iladi. Birinchi tepadan ushlab olmaymiz, birinchi pastdan ushlab olamiz va rebozoni boshlaganda kichkina sathdan boshlaymiz, ya'ni chayqatish juda ham yengil tarzda chayqatiladi. Nega deganda, agar qattiq chayqatib yuboradigan bo'lsak, bemorda bosh aylanishlari kuzatilishi mumkin bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, men ham tanam bilan orqaga tashlaganman, ham qo'lim bilan og'irlikni bitta qo'limga va ikkinchi qo'limga o'tkazyapman. Endi yarim o'tirgan holatda yuqoriroqdan ushlaymiz va xuddi o'sha harakatni yana takrorlaymiz. Bu holatda boshimiz sal yuqoriga ko'tariladi, e'tibor beringlar va yana chayqatamiz. Qo'limizga og'irlik qanchalik sezilyapti, buni ko'rishimiz kerak. Sababi, agar bemor to'liq o'zini bo'shashtirib tashlab bermasa, bosh yengil turadi. Sekin asta bosh og'irlashyapti. Menda nimaga deganda, endi sekin tana tinchlanishi boshlayapti degan bu belgi hisoblanadi. Endi e'tibor bering. Bo'yinni ochyapmiz. Xuddi shu jarayon yuqoriga ko'tarilaman. O'zimni tanamga mos tarzda rebozoni ushlab olaman. Ko'tardim. Tana, bosh juda ham og'ir. Nimagaki tana polniy tashlab berdi menga va sekin-sekin chayqatishni boshlayman. Chayqatib turib endi chapga go'damni tashladim, o'ngga. Agar rebozist, ya'ni o'sha rebozo massajini qilayotgan mutaxassis to'g'ri bajaradigan bo'lsa, o'zi ham umuman charchamaydi. Hattoki o'zini tanasida ham tinchlanish kuzatilishi mumkin bo'ladi. Endi xuddi o'sha hali tortganimizni bo'yinni tortib turib, tepaga qilib turib vibratsiya beramiz. Endi e'tiborli bo'ling. Birinchi rebozo bu yoq tarafdan o'tdi, ikkinchisi bu yoq tarafdan, ya'ni burun va og'iz ochiq qolishi kerak. Mana shu holatda aynan peshona suyagiga kaftlarimizni qo'yamiz. Qo'llarimizni qo'yib, tanamiz og'irligi bilan boshni bosamiz. O'tkazdik. Oyoq chiqib ketmasligi uchun bitta bo'ylab olamiz.
to'g'ridan turib yana xuddi shunaqa tortiladi. Bu tortilganda yelkagacha bemor patsient his qiladi va yana vibratsiya beramiz. Ikkita oyoqni birlashtiramiz. Juda ham yengil holatda chapga o'ngga suramiz. Ribozo massaji hozir videomiz juda ham cho'zilib ketadi. To'liq tushuntirsam, buni yordam beradigan foydalari juda ham ko'p va buni to'liq bilmoqchi bo'lsangiz yoki ribozo massajini olmoqchi bo'lsangiz, albatta ekranda chiqqan raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Keyingi videolarimizni ham kuzatib boring, sababi keyingi videolarimizda bundanda qiziq mavzularimizni olib chiqamiz.